Ko'chada uni ko'rib qolgan odam bu inson o'nlab million dollarlik boylikka ega aktyor ekanini hech qachon taxmin qilmaydi. U arzon oyoq kiyim kiyadi, velosiped minadi va oddiy uyda yashaydi. Chunki u topgan pulining katta qismini xayriya uchun beradi. U William Defoe, Gollivuddagi eng o'ziga xos va esda qolarli yulduzlardan biri. 40 yillik faoliyati davomida u 120 dan ortiq turli rollarni ijro etgan. Bir necha yil avval u boylikning ortidan quvishni butunlay tark qilgan. Los-Anjelesdagi mulklarini sotgan va xotini bilan Italiyaning bir chekkasiga ko'chib o'tgan. U yerda hech qanday qo'riqchi yoki xizmatkorsiz sodda hayot kechiradi. Ko'chada uni oddiy, hatto eskirgan kiyimda uchratish mumkin. Ba'zan premyeraga ham eski qora kurtkasida keladi yoki hatto velosipedda yetib boradi. Daromadining katta qismini xayriyaga berib yuboradi, chunki u aktyorlar juda ko'p pul ishlashiga ishonmaydi. Men orzu qilgan hamma narsamga allaqachon erishganman degan edi u intervyuda. Endi esa maqsadim bor narsamni boshqalar bilan ulashish. U uchun boylikni to'plash emas, balki yaxshi meros qoldirish muhimroq. Agar videoni shu yergacha tomosha qilgan bo'lsangiz, kommentariyada uchun bitta 100 raqam emojisini qoldirib keting. Voluminix kanaliga obuna bo'ling.